Men Janibekova Nodira Abdusalovna Qirg'iz millati vakiliman. O'zbekiston ko'p millatli, bag'ri keng va qadimiy sivilizatsiyalar chorrahasida joylashgan mamlakat sifatida turli millat va ellat vakillari yashab kelayotgan hudud hisoblanadi. Mana shu millatlar orasida qirg'izlar ham emin erkin yashayapti. Qirg'izlarning butun xalq og'zaki ijodi deysizmi, kuy qo'shiqlari deysizmi, urf-odatlari deysizmi, hamma saqlanib kelyapti. Ko'p millatli xalqimizning mamlakatimiz farovonligi va kelajagiga daxldorligini kuchaytirish, xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni rivojlantirish maqsadida qator farmoyishlar, qarorlar qabul qilingan va xususan mana joriy yil 19-mart kuni umummilliy totuvlik va xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlashni yangi bosqichga olib chiqishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni bilan sohani tubdan isloh qilish belgilandi. Ushbu farmonda men xorijdagi vatandoshlarga va o'zbek diasporalarining milliy o'zligini saqlashga ko'maklashish chora-tadbirlariga e'tibor qaratdim. Biz bilamiz, vatandoshlar bu mamlakat tashqi dunyodagi elchilari. Shuning uchun biz ularga qancha e'tibor qaratsak, o'z davlat ishlari taraqqiyoti bo'yicha ular elchilar bo'lgan va targ'ibotchilar bo'lgandan keyin biz ular bilan doimiy muloqot qilsak va ularni qo'llab-quvvatlasak, albatta bu mamlakat nufuzini yuksaltirishga xizmat qiladi.